Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sotuvimizda Kia Bongo avtomobili turibdi. 1.3lik motor, mashin 2016-yilda ishlab chiqarilgan dizel motor bo'ladi. Mashinamiz holati zo'r, tarang holatda, sostanada 287 ming kilometr yurgan. Kraskalari toza, arkasida bir petnova ko'rsatib o'tamiz uni ham. Bir kamchiligi yo'q. Yumshoq balonlar qo'yilgan, orqalari qo'sha balon bo'ladi. Mana balonlarning holati ham zo'r. Rasxod yo'q. Hamma yeri chotki, arkasida yana shunda setga tortib qo'yibdilar, hamma sharoitlarni qilib qo'yibdilar. Ish yerida ozgina qusoq sapilgan yeri bor ekan, kirchiq uchun sapilgan ekan. Mashinamizni sostaniyasi zo'r aytib o'tganimizdek, yana ishlari, demak, bakoylari yangilanadi ekan, abdufabagri bor ekan, sidina sovutib qizdiradi, ikki sidinasi ham rullar ham qizadi, 287 ming yurt turibdi. Maytafon, kolonka, hamma narsalar ishlab turibdi, hamda kameralargacha qo'yilgan. Mashinning korobkalarına gap bo'lishi mumkin emas. Bu mashin quvvatli mashinalardan biri bo'ladi. Bilasizlar, tana-panada buzilmaydigan mashinalardan bo'ladi. Shuning uchun ham klienti ko'p bo'ladi bu mashinani. Qarab yuradigan odam. Bir like bosib qo'yasizlar, mashinamizning tan narxi 269 million so'm. Karaman avtosavdoda turadi. Kelib bemalol xarid qilaverasizlar.